Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan keyingi darsimizni davom ettiramiz. Keyingi darsimizda o'tiladigan narsalarimiz, bugungi o'tiladigan darsimiz bizda ga yoki da degan tushunchalarni, ya'ni tarjimada qanday bo'lishligini ko'rib chiqar ekanmiz qo'shimchalarda. Xo'p, bu bizda harf o'tayotganimizda ham buni shunchaki deb o'tib ketuvdik. O'sha bizlarga otlarga qo'shilsa, esda tursin, bu otlarga qo'shiladi. Otlarga qo'shiladida bu ya'ni birinchi o'zi asl ma'nosi ko'proq beradigan ga degan tarjimani beradi. Ba'zida dani ham berib qolishi mumkin. Endi undan keyingisi eso degani bizda ko'proq dan degan tushunchani beradi, ya'ni tarjimani. Ba'zi bir hollarda da degan tushunchani ham berib qolishi mumkin. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bunda ham da degan tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, qanday ajratamiz? Misol, unda ham bunda ham ishlasak bo'laveradimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Shu joyda aytamanki, mana bu da mana bu shaklda keladigan bo'lsa, biror narsani tashqarisida bo'lib turgan holat yuzaga tushuniladi. Misol uchun uyda tashqarisida, maktab tashqarisida va hokazo. Endi nimanidir ichida yoki nimadir holatni ichida bo'ladigan bo'lsak, biz eso degan grammatikani qo'shamizda mana bu dani ishlatamiz. Mana shu joyda farqi bor. Kelinglar, buni misollarda ko'rib chiqamiz. Chip biz o'tgan dars o'tdik, nima edi? Bu uy degan tarjimani berar edi. Chip kamnida, ya'ni uyga ketyapman, borayapman degan narsa bo'ladi. Endi chibeso qamnida, uydan ketyapman. Farqi bo'lyapti. Chibe qamnida, uyga ketyapman. Chibeso qamnida, uydan ketyapman. Mana shu joyida boyagi bizda dan yoki da degan yoki mana bu tushunchalar yuzaga keladiki, tashidan yoki ichida degan tushunchalar bo'ladi. Xo'p, asosiy ma'nolari buni ga yoki da. Keyin esda tursin, bu har doim predmetlarga, ya'ni jonsiz bo'lgan narsalarga qo'shiladi. Bu kars grammatikasida shunaqa narsalar borki, jonli hamda jonsiz narsalarga qo'shiladi mana bu narsa. Qaysidir ma'noda rus tilida padejga to'g'ri keladi. Женский, мужской, deganda средний padejga o'xshagan narsa. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, keyingisiga ketdik. Endi otlarga qo'shiladi, xuddi shunday. Endi bu shaxslarga qo'shiladi, ya'ni jonliq narsalar. Endi bitta shaxs deganda kishini tushunib qolmaylik, jonliq bo'lgan barcha narsalarga, demak bizda ega yoki egeso, da yoki da, dan yoki da degan qo'shimchalar boyagi xuddi bir xil variantda, faqatgina bu jonliqlarga qo'shilib keladi. Endi buni misollarda ko'rib chiqamiz. Chingu ege samnida. Chingu nima edi bizda? Do'st edi. Ega bizda mana ga degan tarjimani ko'proq beradi. Agar ga to'g'ri kelmay qolsa, da boyaginday o'tib ketaveramiz. Ya'ni do'stimga sotib ol, sada degani sotib olmoq. Buni bilardik, sotib olmoq degan so'zimiz edi. Ya'ni do'stimga sotib olyapman. Endi chingu ege so samnida desa, do'stimdan sotib olyapman degan gapimiz yuzaga kelyapti. Endi bu narsa bizda jonli narsalarga, bu bo'lishi mumkin, hayvonlarga ham ishlatish mumkin, yoki bo'lmasam umuman jonliq narsalarga ifoda qilishimizda mana bu da yoki ga da degan narsalarni ishlatib qolar ekanmiz. Xo'p, bu grammatikamiz ham juda ham oson, qo'shilishi juda yengil, otlarga qo'shiladi va tarjimasi ga, da, dan degan tushunchalarni berib keladi. Xo'p, yaxshi. Tushunarli bo'lsa, keyingisiga. Endi bu uyga vazifamiz bo'ladi. Chuda degani bermoq, kikchang, kinoteatr, hakkyo, maktab, hakseng, o'quvchi, kidarida, kutmoq, chunbihada, tayyorlamoq, tirokhada, kirib bormoq, undonghada mashq qilmoq. Ya'ni bu sportga nisbatan ketadi, sport mashqlarini undonghada deyiladi. Endi buni daftarimizga, o'sha telefonimizda saqlanib qolamizda, yaxshilab yodlaymiz. Xo'p, bugun darsimiz shu yoqqacha edi. Yanagi darslarda ko'rishguncha